bagajiga solib olib kelishdi bitta mebelchani, aka. Men birinchi kasb, mana shu kasb tanlaganimda qarindoshlarim aytadi, pulingni berishyaptimiz ko'p deyishardi. 60 ga kirgan prorabimiz ham tashqariga chiqib chakib qo'yaptilar. 2007-yil bola aka chakibdi deysiz. Nimaga ustalarni ko'pchilik hurmat qilmaydi? Ustalarni uyiga olib kelish uchun mashina sotib olganmiz. Uy egasini nomerini senga beraman, shunda telefon qilasan-da. Aka, men palonchi ekan ukalarim, gipsa kartonli ishingiz bor ekan, men qilib beraman deb aytasan debdilar. Nasib qildi oldingmi, bismillah deb boshladingmi, uni bitirib chiqib ketish Allohga bog'lanmasangiz qiyin-da. O'sha eng kulminatsiyani topshirib olish. To'g'rimi? Hammabek santexnika, elektrik qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar oxirida pul qolgan bo'ladi. Topshirib chiqib ketayotganda Allohga suyanmas ekan, qiyin-da. Chunki mashtaqa holatda bo'lganda men ko'pchilikni yomon ko'rdim. Andishani otini qo'rqoq qo'yadi. Olib kelib ura olmaysiz uni, aka, nima qila olasiz? Yoki uydan sug'urib pulini berdi, bora olmaysiz, aka, ota-onasi eshigini taqillatib, to'g'rimi?